Enorezga qarshi tabiiy malham retsepti. Bolalarda yoki kattalarda tungi siydik muammosini yengillashtirish uchun tabiiy malham tayyorlash mumkin. Quyidagi retsept siydik pufagini faoliyatini yaxshilashga va siydik chiqarish tizimini mustahkamlashga yordam beradi. Kerakli mahsulotlar: to'g'ralgan dorivor o'tlar, 1 osh qoshiq g'oz panjasi o'simligi, 1 osh qoshiq zanjabil kukuni, 1 osh qoshiq lavanda yog'i. Tabiiy tarkiblar: 2 osh qoshiq asal, 3 osh qoshiq kokos yog'i yoki bodom yog'i. Tayyorlash: g'oz panjasi o'simligi va zanjabil kukunini kokos yoki bodom yog'iga aralashtiring. Past olovda 5-7 daqiqa qizdiring, qaynatib yubormang. Aralashmani olovdan olib 5 daqiqa soviting. Asalni qo'shib yaxshilab aralashtiring. Tayyor malhamni toza shisha idishga solib, muzlatgichda saqlang. Qanday ishlatishni bilmoqchi bo'lsangiz, Direct'ga malham so'zini yozib qoldiring. Bu tabiiy malham siydik chiqarish tizimini mustahkamlash va asabiy taranglikni kamaytirishga yordam beradi. Agarda muammo uzoq vaqt davom etsa,